Avazbek, assalomu alaykum. Assalomu Ikkinchi alaykum. epizod. Ikkinchisi. Birinchi epizod ancha ma'qul bo'pti. Ko'pchilik aytishi bizga bo'lgan o'sha fikrlar, mulohazalar, savollardan ko'ra bu yana bizga yaxshi signal hisoblanadi. Sababi qanaqa signal ma'noda? Ya'ni ehtiyoj bor. Shunday. Bu bo'yicha ya'ni chanqoqlik bor. Bu narsani o'zingiz aytgan edingiz. Shunaqa aka, bu narsani qilmasak bo'lmaydi degan edingiz men. Bu narsalar ko'pchilik kerak bo'lmaydi desam, yo'q aka, siz bilmaysiz deb aytganingizda. Foydasi tegyapti deb ko'pchilik aytyapti. Bizga foydasi tekkandan xursandmiz. Davom etamiz. Qodir qilgancha o'zimiz bilganlarimiz, tajribamizdan kelib chiqib, sekin-sekin bo'lishamiz. Odamlar kerakli joyini o'ziga oladi, kerak emas joyini olmaydi. O'zi asosiy bilim, ta'lim olish shunaqa-yu. Kerakni olamiz, keraksizini tashlaymiz. Okey. Nimadan boshlaymiz bugun? Aka, men ham qisqagina o'tgan mavzuga qaytsam. Xo'p, birinchi suhbatimizni ko'nikmalarni diversifikatsiyasi mavzusiga qisqa to'xtalaman. Nima demoqchiman? O'rganib chiqdimda, izohlarni sun'iy intellekt yordamida 3 ta kategoriyaga bo'ldimda. Birinchisi, demak, takrorlanish chastotasi bo'yicha aytilgan fikr davomiy bo'lsin. Keyingi podkastlarni kutamiz, davomiy bo'lishini xohlashgan. Keyingisi investitsiya mavzusiga ko'proq to'xtalinglar deyilgan. Uchinchisi umumiy tashakkurnoma. Sizni demak, suhbatingizdan juda ham mamnunlik yuqori darajada, ijobiy mazmunda. Xo'p, bugungi suhbatimiz, bugungi ikkinchi mavzuyimiz nima haqida? Demak, shaxsiy moliyaviy holatni boshqarish. Baholash. Boshqarish, shunday. Qanday ahvoldamiz, ya'ni moliyaviy jihatdan, kirim chiqimlar qanday, ehtiyoj, xohishlarni farqi. Mana shu asosiy to'xtalib o'tiladigan savollar. Bugungi o'zi Beyzat aka, nimaga kerak shaxsiy hozirgi holatni baholash? Bo'ldi, siz savollar beraverasiz, men javoblar beraveraman. Agar tushunmagan joylarini to'xtatib qaytarib boshqa narsa qilaverasiz. Agar ozgina murakkablikka o'xshaydigan bo'lsa, to'xtatib, yo'q aka, murakkab bo'lib qolyapti, bu soddalashtirishimiz kerak desangiz, uni ham to'xtalamiz. Okey, birinchi fikrlarga, mulohazalarga qaytadigan bo'lsak, o'sha izohlardagi davomiylik bo'lsin deyapti. Reja qilganimizdek, nasib qilsa o'sha 10 ta 12 ta videoni qilamiz. Mavzular bo'yicha endi davomiylik qanaqa 1 yil, 2 yil yoki qanchadir uzoq muddatli maqsadimiz yo'q. 10 ta 12 ta dars qilib, foydali o'zimiz bilgan narsalarni, dars bo'lib darsdan suhbat deylik. Video qilib qo'yamiz, odam ko'rgan odam foydasini oladi. Endi davomiyligi shunaqa. Rejamiz shunaqa har qalay. Investitsiya bo'yicha gapiring deganlar ko'p. Buni tushunaman, 100% tushunaman, chunki biz nima qilaylik, konkret gapir. Pulim bor, qayerga investitsiya qilay deyapti-da ko'pchilik. Bu narsa haqida biz to'xtalishimiz mumkin, lekin asosiy maqsadimiz bu emas. Chunki biz o'rganib qolganmiz, tabiiy ravishda shortcutlarni qidirishni o'rganib qolganmiz, ya'ni qisqa kesib o'tuvchi yo'llarni. Bitta joyga investitsiya qilsam-u, pul tushsa-yu, o'shandan topsam degan ma'no. Lekin biz asosiy maqsadimiz faqatgina investitsiya qilib undan qancha pul topish emas bu yerda. Bu yerdagi falsafa, g'oya butunlay boshqacha. Mana shu g'oya, falsafani bittagina kichkina qismigina investitsiya xolos. Asosiy g'oya, asosiy falsafa bu yerda shuki, moliyaviy erkinlikni mohiyati nimada? O'sha o'tgan narsaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan mavzudagi fikrga, buni mohiyati 40 yoshda, 50 yoshda, 35 yoshda pul to'plab, pul investitsiya qilib qo'yib, undan keyin yallo qilib yashash degan tushuncha emas, aslo bunday emas. Bizni bu g'oyaning mohiyati shuki, inson ertaga majburlikdan pul uchun o'zini vaqtini arzonga sotmasin. Va ertaga odam pul uchun ishlashga majbur bo'lmasa, inson imkoniyati o'ta yuqori, yana ham kengayadi va jamiyatga ko'proq foydasi tegadi. Ma'nosi, asosiy falsafa shunda, asosiy g'oya shunaqa. Misol uchun bir ukamiz yozibdi, aka, bunaqa 35-40 yoshda o'sha aytaylikki pensiyaga chiqsa, moliyaviy erkinlikka erishib pensiyaga chiqdida, o'zi uchun sarflasa, boshqa narsa qiladigan bo'lsa, aynan shu odam shifokor bo'ladigan va o'zini ishini yaxshi ko'rsa, undan ko'ra butun umr davomida ko'pchilikka yordam bergan yaxshi emasmi? Kasalxonada ishlab, 35-40 yoshdan keyin
ishdan ketadigan bo'lsa, odamlarga yordam bermay qoladi-yu, bu qandaydir xudbinlik, egoistlik emasmi degan ma'noda shunaqa izoh bor ekanda. Bu yerda bitta narsani tushunishimiz kerak. Birinchidan, odamlarga qanday yashashi, hayotini qanaqangi kechirishi odamni o'ziga bog'liq bo'lishi kerak. Agarda birorta shaxs shu narsani to'g'ri deb hisoblasa, undan biz qanaqadir o'pkalashimiz kerak emas. Chunki o'zini mehnat bilan shunga erishdi, shu narsani to'g'ri deb hisobladi. 40 yoshdan keyin aytaylikki, u odam shifokor yoki qanaqadir finans sohasida, qanaqadir IT sohasida ishladida, pulini qildi, lekin o'ylab ko'rsa, bu uni ich-ichidan yoqtiradigan, ko'nglini qiladigan narsasi emas ekan. Men aytaylikki, shoir bo'lmoqchiman, shunaqangi narsam bor deydigan bo'lsa, marhamat, o'sha narsani qilishi mumkin bo'ladi, odamni o'zini xohishi. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa. Juda ko'pchiligimiz o'tgan podkastda ham, o'tgan epizodda ham ta'kidlab o'tdik. Juda ko'pchiligimizda o'zimizni kasbimiz bizni o'zligimizga, ya'ni identityga shakllanib qolgan. Kimsan desa, shifokorman deymiz xolos. Boshqachasiga iloji yo'q. Shunday. To'g'rimi? Endi men mana shunaqangi misol tariqasida keltirib o'tgan holatlarda juda ko'p bilaman. Do'stlarim, hamkasblarim bor, O'zbekistonda, hatto chet elda ham bor. Odamlarga yordam beryapman degan ma'noda o'zini ovutish holatlari ham bo'ladi, lekin hayotdan o'ta ko'pi qaysidir ma'noda ozgina nolish o'ta yuqori. To'g'ri, pul topyapti, muammo yo'q. Lekin ertaman soat 8 dan kechqurun 5 gacha ishlaydi. Boshliq ketmaguncha keta olmaydi. Ya'ni kimnidir qo'liga qarab, chunki ishchi bo'lgani uchun, to'g'rimi, ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Aynan o'sha 30-40 yoshli vaqtlaridagi eng o'sha samarali mas'uldor yillarini faqatgina bitta ishga, o'zini bilgan ishini, ya'ni monoton ishga sarflagan. Vaholanki uni ko'nikmalar diversifikatsiyasi deydi-ku, o'shani ustiga qurib qilish mumkin edi. Buni qilmagan. Undan tashqari eng katta yo'qotishlardan biri farzandlariga yetarlicha vaqt sarflay olmagan. Chunki ertaman ketadi ishga soat 7-8 da, kechqurun 5-6 da keladi, charchab keladi, chunki kuniga 30 ta, 35 ta, 25 ta bemor bilan ishlash oson emas. Yoki bo'lmasam katta IT sohasida bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir mahsulotni boshqarish yoki moliya sohasi bo'lsa, xullas hamma ish o'ziga yarasha qiyinchiligi bor-da. Kelgandan keyin, uyga kelgandan keyin charchaydi. So'rasangiz, pul yaxshi-yu, ish yaxshi-yu, lekin shu bolalarga vaqt bo'lmayapti-da. Sportga vaqt bo'lmayapti-da ma'nosida. Bitta narsani ko'pchilik tushunishga ozgina qiynaladigan narsa, narsa shuki, ko'p pul topa olish qobiliyatiga erishgan odamlar pul topa olish qobiliyatini yo'qotib qo'yishdan ko'proq qo'rqishadi. Lekin ular ko'proq qo'rqish kerak bo'lgan narsa salomatligini yo'qotib qo'yishdan qo'rqish ko'proq bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni aytaylikki, men oilam jihatdan o'sha ota-bobomlar tomonidan bo'lgan joqda yurak qon tomir kasalliklari ko'p bo'lgan. Ularda deyarli hammasi shundan olamdan o'tgan. Men bu yerda hozirgi holatda o'sha narsaga ko'proq e'tibor berishim kerak. Qanday qilib aynan shu kasalliklarni oldini olishim muhimroq bo'ladi. Chunki pul topishim mumkin hozir, muammo yo'q. Ya'ni salomatligimga shunday e'tibor bermagan holatda faqat ishlab pul topadigan bo'lsam, 45, 50, 55 kirgandan keyin tap infarkt bo'ldimda yo'qotdim. Nimaga arziydi u? Undan ko'ra hozirdan 100% boyligi haftasiga 50 soat, 60 soat, 100 soat faqat pul topishga sarflamasdan hayotimda balans holatida. Okey. 20 soatini sarflashim mumkin, 30 soatini sarflashim mumkin. Shuni 5-6 soatini sportga sarflay, 4-5 soatini yoki bo'lmasa oilamga sarflay va 55-60 emas, 70-80 mazmunli hayot bo'lsin ma'nosida. Ya'ni pul topishimizdan, pul topish qobiliyatimizni yo'qotishdan ko'ra salomatligimizni yo'qotish ehtimolligimiz ancha yuqoriroq. Statistik jihatdan. 100% qo'shilaman. Shuning uchun 35-40 yoshli odam bu yerdagi o'sha yana qaytarib aytaman, mohiyat, falsafa 35-40 yoshga chiqqandan keyin nafaqaga chiqib, borib o'sha nima deydi, dengiz sohilida o'tirib, boshqa narsa qilib, osmonga qarab, laylak sanab o'tirish u bo'lmagan narsa. U narsa iloji yo'q. Nimaga unaqa deyapman? 40 yoshida hamma narsasini intizom bilan, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, shu narsani, ya'ni
uddalay olgan odam tadbirkor bo'ldimi yoki nimadir bo'ldimi, bu odam tabiiyki intizomli odam bo'ladi va bu odam mas'uldor odam bo'ladi. Bunaqa odam jim o'tira olmaydi. Hech qachon jim o'tira olmaydi. Lekin ertaga pul uchun qilmaydigan loyihalar bo'ladigan bo'lsa, chegara ancha katta bo'ladi. Ya'ni xato qilish imkoniyatlari ko'proq bo'ladi. Va odamlarga foyda berish, ya'ni foydalilik holatimiz umrimizga solishtiradigan bo'lsak, ancha yuqoriroq bo'ladi. Tushunarli. Hozir bu yerda shaxsiy identity, ya'ni o'zlik haqidagi mavzuga qisqa to'xtalib o'tdingiz. Menimcha, biz mana shu nuqtaga yoki mana shu mavzuga har bitta darsda bir necha marta qaytamiz. Hozir faqat shunga aloqador bitta savol bersaki, mana qanday aniqlab olsa bo'ladi? Har bir odam shaxsiy identity, ya'ni o'zligini, xo'p, u demak kasbi bilan o'zini tanishtirmas ekan. Sen kimsan degan savolga menimcha o'zi bu juda ham eng qiyin savollardan biri javob berish uchun. Bir yo'nalishlar bormi? Shu yo'nalishlar shuki, odam o'ta qiyin narsa. Har bir odam o'ziga savol berib ko'rish kerak bo'lgan narsa. Bu odamdagi shaxsiy mas'uliyatni juda oshiradi. Ya'ni men shifokor emasman, shifokorligimni butun shunday olib qo'yadigan bo'lsa mendan, men aytaylik, to'g'rimi? Kimsan deydigan bo'lsa, men o'zim xursand bo'lib, faxr bilan, ishonch bilan ayta olaman. Men yaxshi otaman deya olaman. Misol uchun-da. Lekin uni talablari bor-ku, yaxshi ota kim degan narsani. Farzandlaridan boshqasidan so'rash mumkin, jamiyatdan boshqasidan so'rash mumkin. Yoki hop kimsan deydigan bo'lsa, aytaylikki, oftalmolog shifokor edim. Shifokorligimni yo'q bo'lib qoldi. Ha, kimsan? Ilmiy xodimman, ilmiy ish qila olaman ma'nosida, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, kimsan? Shunaqa oz-moz yozib turaman, blogim bor ma'nosida, to'g'rimi? Kimsan? Hozir ham tadbirkorlik qilib turishim mumkin. Juda bo'lmasa, havaskor sportchiman. Odam o'zi qiziqqan narsalarda ko'nikmalarni to'plash orqali shunaqangi identity, ya'ni o'zligini shakllantiradi. Yana o'sha gapga qaytamiz. Ko'nikmalar diversifikatsiyasi. Qancha shu narsa keng bo'ladigan bo'lsa, shuncha odamdagi o'zidagi o'sha o'zligini nima deydi, faqatgina kasb shunga aylanib qolmaydi. Misol uchun kimlargadir ayrim do'stlarimiz bor, tashkilotchi. Misol uchun kimsan deydigan bo'lsa, men tashkilotchiman, do'stlardagi choyxonalarda qilaman, boshqa narsa qilaman, o'sha narsa o'ziga yoqadi, bunaqa qiladi. Bu ham bitta nima deydi, boshqaruvchilik xususiyati, ko'nikma, bu ham bitta narsa. Malakasi. Kimdir misol uchun hikoyachi bo'ladi. Shunaqa sinfdoshlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Men shunaqa hikoyachi yaxshi, hazilkash bo'ladi, shunaqa narsalarda va o'shalar orqali odamlarning muammosini hal qiladi. O'tgan safar gaplashdik, ko'nikma nima? Ko'nikma bu odamlarning muammosini, jamiyatdagi qaysi muammoni hal qilib bera olish xususiyati. Ehtiyojlarni qondirish desak ham to'g'ri keladi menimcha. Ehtiyoj baribir shu muammodan kelib chiqadi. Endi moliyaviy erkinlikka o'sha hozirgi holatimiz qayerdan baholash haqida gapirdik-ku. Umuman shunday haligi strategik jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, bir necha qadamlarga bo'lib chiqishimiz mumkin-da, butunlay shu moliyaviy erkinlik. Aytaylikki, moliyaviy erkinlikka erishish bu yakuniy maqsad, yakuniy manzil bo'ladigan bo'lsa, birinchi bekat bu pulni tushunish. Bundan boshladik. Boylik nima, boy nima, puldor nima va hokazo, to'g'rimi? Ana undan keyin odam o'zini tushunish, ikkinchi bekat. Ya'ni o'zlikni tushunish, o'zim kimman, men kimman ma'nosida. Misol yoki ingliz tilida aytamizki, self exploration deymiz. O'zini tahlil qilish, o'zini taftish qilish ma'nosida. To'g'rimi? Bu narsalar hammasi tabiiy ravishda shaxsiy mas'uliyatni bevosita oshiradigan narsalar. Hamma ham qila olmaydi, lekin bizning maqsadimiz 1% odamga shu narsa yordam bo'lsa ham, ko'rganlar ichida katta foyda bo'ladi bizga. Endi o'zligini tushungandan keyin taftish jarayonida odamni hayot kechirishi uchun qancha miqdorda pul kerakligini aniqlash bo'ladi. Ya'ni bu haqida to'xtalamiz. Hayot tarzi dizayni degan narsa bor. Men qanday hayot tarzini xohlayman? Ya'ni men jamiyat emas, men qanday hayot tarzini xohlayman? Jamiyat kutuvlari bilan emas, shaxsan men o'zim xohlagan narsa, to'g'rimi? Bu 3-bekat hisoblaylik, to'g'rimi?
Unaqa iqtisodiyot manzilga yetishmaydi odam. Endi biz kimman? Meni jamiyat, ya'ni o'zim xohlagan hayot tarzini xohlayman, bunga qancha pul ketadi va hokazo haqida to'xtalamiz, va undan keyin hozir qancha topyapman, bunga qancha ketadi orasidagi farqni aniqlashimiz kerak. Va orasidagi farqni aniqlab turib, mana shu farqni biz jamg'armaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Haqida gaplashamiz. Yana jamg'arma foizi dedik, boshqa dedik, bundan sizning xabaringiz bor bular bo'yicha. Ana jamg'arma foizi orqali keyin kapital yig'ish keyingi bekat holatida, to'g'rimi? Kapital yig'ish bilan. Ana kapitalni yiqqanimizdan keyin uni qanday qilib to'g'ri investitsiya qilish haqida gaplashishimiz mumkin. To'g'ri, noto'g'ri investitsiyalar haqida, boshqasi haqida hali to'xtalamiz, to'g'rimi? Nima, qanday, spekulyatsiya nima, indeks fond, ETFlar, kriptovalyuta va hokazo va hokazo. To'g'rimi? Oltin, ko'chmas mulk O'zbekiston holatida qanday bo'ladi yoki siz bilan menga o'xshagan 10 yildan oshiq Yevropada yashayotgan odamlar uchun imkoniyatlar qanday ma'nosi, bunga to'xtalamiz bu haqida. Ana undan keyin investitsiya qilib qo'ydik. Uni qanday qilib biz himoya qilamiz? Ya'ni risklardan himoya qilish bor-ku. Hedging degan narsa bor. Qanday qilib yo'qotilishini, boshqasini oldini olishimiz mumkin. Misol uchun global bozorga qanday chiqish mumkin bo'ladi, mana shunaqa ma'noda. Ana undan keyin ularni borgan sari to'planib borgandan keyin ma'lum bir joyga yetib, passivlar to'planadi, passiv kirish. Passiv bo'lib passiv emas, lekin shunaqa tushunish oson bo'lsin. Keyin to'planadi. Ana undan keyin mana shu passivlar orqali biz pul g'amidan xolis bo'lish. Ya'ni men xohlagan hayot tarzini ushlab turish uchun mana bu joylardan kelayotgan daromad qoplaydi. Endi men pul uchun ishlashim, vaqtimni almashtirishim, vaqtimni sotishim kerak emas, shart emas degan tushunchaga kelish va oxir oqibat men erkinman, endi xohlaganimni qilaman ma'nosida. Endi o'sha bekatlarga bo'ladigan bo'lsak. Shunday. Buni orasida yana men qisqacha qo'shib chiqib ketaman. Demak, investitsiya mavzusi eng ko'p so'ralgan mavzu bo'layotgan bo'lsa, demak, mana Best aka aytganingizdek, bu bittagina investitsiya nima degan va uni qanday qilinadi degan oddiy savollar bilan javob berib bo'lmaydi. Investitsiya mavzusiga kirishdan oldin yaxshilab tayyorlanish kerak. Demak, keling, unda o'sha o'zini tahlil qilish, hozirgi moliyaviy holatini baholash qadami haqida gaplashsak-da. O'zi juda yaxshi anaqa misol shu holatiga. Investitsiya qilishdan maqsad nima? Investitsiya qilishdan maqsad ko'proq pul topish, to'g'rimi? Chunki investitsiya qilishdan maqsad inflyatsiyaga qarshi kurashish. Aytaylik, $1000 pulimiz bor hozir. $1000 shunchaki sandiqda tursa, o'rtacha Yevropadagi inflyatsiya 1 yilda pulni inflyatsiya bu qiymatsizlanish, bahosizlanish bo'ladi, to'g'rimi? 3% bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda $1000 $30 yo'qotdi. O'zbekiston holati ozgina balandroq, 6, 7 yoki 5 qanchalik aniq bilmayman, $50 yo'qotdi. 1 yildan keyin $950 ga aylanib qoldi. So'mda inflyatsiya undan ham yuqoriroq, to'g'rimi? Maqsadimiz mana shu eng kamida inflyatsiyani qoplasin va ko'proq bersin ma'nosida. Endi bunga mana shu joyda bitta zo'r misol berib ketay. O'zbekistonda deyarli hamma qilgan investitsiyalardan bittasi bilibmi, bilmaymi, xohlabmi, xohlamay avtomobilga investitsiya bo'lgan. Olib qo'ygan, ko'tarib qo'ygan, 1 yil kutgan, keyin u avtomobilni sotishga ruxsatnoma chiqqan, haligi bir ajoyib davrlar bo'lardi-ku. Bundan bir necha yillar avval. Keyin mashina narxi, avtomobil narxi o'z-o'zidan ko'tarilgan. Endi bu yerda to'g'ri tashqi boshqa omillar bor. Bozor sun'iy ravishda dimlangan, chetdan olib kirish yo'q. Ichki ishlab chiqarish ehtiyojga yetarli darajada yetkazib bera olmaydi va hokazo va hokazo. Ya'ni sun'iy ravishda talab oshib ketgan taklifga nisbatan-da va shunda ikkitalab, uchtalab masalan mashinasini salafanda yog'i bilan olib qo'yish bu investitsiya bitta turi bo'lganda. Ya'ni instinkt bor odamlarda, qandaydir investitsiya qilsam, hozir nimagadir investitsiya qilsam, o'sha ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin qiymati oshib borsa degan. Ikkinchi o'rinda menimcha eng katta bitta investitsiyasi bu o'sha uy, ko'chmas mulk bozoriga, uy, yer, dom, kvartira va hokazo shularga investitsiya qilish O'zbekiston sharoitida. Endi hozir mana orada aytib o'tib ketdingiz, Yevropada yashayotganlarda imkoniyat ko'proq. Bu yerda global bozorga chiqish imkoniyatlari bor. Bu haqida batafsil gaplashamiz. O'zbekiston ichidagi bozorda imkoniyatlar cheklangan Navazbek. Chunki nima qilsin, aytaylik, kimnidir $20,000 puli bor.
tashqi bozorga chiqib turib Tesla'ning aksiyasini yoki SpaceX'da yoki qanaqadir boshqa Novo Nordiskda yoki qanaqadir katta rivojlanayotgan yoki Nvidia'ni aksiyalari sotib ola olmaydi. O'zbekiston ichki bozorida ham bu narsa endi rivojlanyapti. Misol uchun Iman Investga o'xshagan narsa, lekin shu ham baribir o'ta riski katta, chunki O'zbekiston bozorini o'zi risk. Ya'ni nafaqat O'zbekistonning ichi, balki Markaziy Osiyo, umuman Osiyodagi davlatlarning o'zi yuqori riskli bozor hisoblanadi global holatda. Endi O'zbekiston ichidagi odam uchun boshqa varianti yo'q. Endi o'sha O'zbekiston ichidagi moshina ko'tarib qo'ygan odamlarda global bozorga imkoniyat bo'lganda chiqishdi. Bunaqangi qilishmasdi ular ham. O'sha narsa bo'lgani uchun qilingan. Endi siz bilan bizga o'xshagan odamda Yevropada imkoniyat bor. Ya'ni riskni biz boshqara olamiz ma'nosida. Bunga to'xtalamiz keyinroq. Nimaga aytayotgan narsam investitsiya haqida nimaga investitsiya bu butun o'sha falsafaning bir qismi deganimki, odam investitsiya qilib ko'p pul topishi mumkin, lekin bu yerda asosiy maqsad ko'p pul topding bo'ldi emasda. Odamlar aytishi mumkin kimdir, men pul ko'proq topsam o'zim bilaman nima qilish deyishi mumkin. Okey, muammo yo'q. Ko'p pul topayotgan, lekin nima qilishni bilmayotgan odamlar uchun bu narsa. Ya'ni o'zimiz qilgan narsani o'zimizdan tajriba sifatida ko'ryapmiz. Ya'ni bo'lishyapmiz. Pul ko'p topgan, lekin qashshoqlikda yashagan va qashshoqlikka tushib qolgan odamlar tarixda bir qancha. Oddiy bittasi hozirgi kunda yashayotgan Mike Tyson. Million dollar pul topgan, lekin hayot tarzi o'ta qimmat bo'lgani uchun topgan puli 100 so'm bo'lsa, hayot tarzi 150 so'm bo'lgan. Bu odam kambag'allikda yashagan. To'kinlikda yashagan, lekin kambag'al bo'lgan, minusda yashagan. Yoki bo'lmasam Floyd Mayweather. To'g'rimi? Qopda pul ko'tarib yuradi. Shunaqa mashhur. Lekin haligacha pul uchun, boshqa uchun kurashib, urushib, boshqa narsa qilib, chunki puli yo'q. Hayot tarzi o'ta endi isrofga boy desak ham xato bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hozirgi holatni aniqlash degan narsaga bugun to'xtalamizda, analiz qilish, hozirgi holat tahlil qilish qanday bo'ladi? Biz inson psixologiyasi jihatdan shunaqangiki, qancha ko'p pul topishni boshlasak, o'zimiz bilib bilmagan holatda xarajatlarimiz ham oshib boraveradi. Ko'pchilik aytadi, topganing ketadi baribir deb turib. Aslida unday emas. Shunchaki biz o'zimizga bo'lgan ishonch bilan, bu narsani to'lay olish qurbim yetadi bunga deb turib qila olamiz. Pulim bor, qila olamiz. Deymizda. Vaholanki bu narsa qanchalik kerak degan savolni alohida berib ko'rmaymiz. Oddiy misol. Bitta odamni tagida Cobalt mashinasi bor edi, to'g'rimi? Yoki Nexia mashinasi bor edi. Oddiy bir do'stimdan misol qilib aytyapman-da. Tracker yoki mashinasini upgrade'ini yuqori ko'tarmoqchi bo'ldi. Shunday sotib olgani puli yo'q. Pul topyapti, oyligi bor, boshqasi bor. Qarzga oldi. Nimaga? Ishonch bor, bo'lib to'lay olaman ma'nosida. To'g'ri. O'sha narsa uni hayot sifatini oshirdi, lekin agarda shu topish daromadi oshmagan bo'lganida edi, o'sha bo'lib to'lay olaman yoki qurbim yetadi degan narsani o'zi bo'lmasdi. Ya'ni odamni boy bo'lishidagi asosiy o'zimizga bo'lgan o'zimiz dushmanligimiz qurbim yetadi degan so'z. Kredit olamiz, to'lab olaman, oyiga manonchadan bo'lar ekan xolos deydi. Vaholanki o'ta qimmat to'layotganligimizdan bexabar bo'lamiz. Shuning uchun birinchi qadam hech qanaqaligi tejashga, boshqa narsaga harakat qilmasdan men o'zim qayerdaman degan holatni tahlil qilish. Chunki o'sha Yandexni olamizmi, Google'ni olamizmi, biror joyga bormoqchi bo'ladigan bo'lsak, Yandex kartani, to'g'rimi? Kiritamiz. Kiritganimizdan keyin u nima qiladi? Hozir turgan joyimizda, boradigan joyimizni qiladi-da, keyin bizga yo'l xaritasini chizib beradi. Biz biror joyga bormoqchi bo'lsak, hozir qayerda ekanligimizni bilishimiz shart. Buni birinchi yo'li qandaydir o'zgartirish kiritmasdan, boshqa qilmasdan, shunchaki keyingi 2 hafta davomida xarajatlarni oddiy yozib borish mumkin bo'lishi mumkin. Oddiy. Ya'ni bu narsani cheklashim kerak emas. Hech narsani o'zgartirmagan holatda xarajatlarni yozib borish. Birinchi qadam shu.
ya'ni taftish qilish. Ya'ni xarajatlarni yozib borish deganingizda 2 hafta davomida kunlik har Ha, bitta ha. qilayotgan chiqimlari, har bitta qilayotgan sarflarini a, xohlasa bloknotga, xohlasa telefonda app'lar bor bunga maxsus yozib borish kerak. Shunaqa. Aytaylikki, u narsa endi hozirgi kunlarda ancha oson bo'lib ketdi. Plastik kartadan pul to'laymiz. Hmm. Unda bankda chiqadi. Kimga qanaqa nima ketdi, boshqa narsa ketdi, to'g'rimi? Yozib boramiz. Va shu orqali biz o'zimizni o'rganamiz. Ya'ni o'zimizni nima deydi, behavior deydi-yu, o'zimizni odatlarimizni, o'zimizni qanaqangi o'z tutishimizni o'rganamiz. Hali o'zimizga savol berganimiz yo'q. Qaysi biri kerakli edi, qaysi biri zaruriy edi, qaysi biri zarur emas edi degan narsani berganimiz yo'q. Hali unga to'xtalmaymiz. Yo'q, to'xtaling. Birinchi qadam, birinchi 2-3 hafta, balkim 1 oy. 1 oy yaxshiroq bo'ladi ko'pchiligimiz uchun. Chunki 1 oy odatda oylikni bir oyda bir marta olamiz. Ijara bo'ladigan bo'lsa, ijarani 1 oyda bir marta to'laymiz. Kreditga to'laydigan bo'lsa, kreditni 1 oyda bir marta to'laymiz. To'g'rimi? Shunaqa holat. Endi bu yerda yana bitta kredit masalasida boshqasi to'xtalib o'tishimiz kerak. Biz foizli qarz olishga, boshqa narsaga qanchalik qarshi bo'lamiz, bu narsa to'g'ri, noto'g'ri, uni haligi ma'naviy jihati, qadriyatlar jihati boshqasi, bu alohida mavzu bo'lishi kerak. Chunki u narsani bu yomon, bu noto'g'ri tamg'alaydigan bo'lsak, bu ma'lumot ochilmay qolib ketaveradi. Shunday. Voqelik, reallik shuni ko'rsatadiki, qanchalik noto'g'ri ekanligini aytilsa ham, bilsa ham, O'zbekiston holatida, o'zbek jamiyatida qarz olish, foizga qarz olish eng yuqori ko'rsatkichlardan bittasi turibdi hozir. Demak, faqatgina uni tamg'alash orqali bunga yechim yo'q. Undan ko'ra buni mohiyatini tushunish kerak. Qanchalik foizli qarz baland bo'ladi, qanchalik pastroq bo'ladi. Shuning uchun bu endi bunaqa o'sha videolar davomida qarzlar haqida ham, foiz haqida ham gaplashib o'tamiz. Tushunarli. Beyazid aka, yana xarajatlarni yozib borish masalasida shaxsan men bu tajribani 1 yildan ziyod qo'llab kelaman. Hozir qisqacha nima deydi, hikoyacha. O'tgan yili umuman har yili O'zbekistonlik og'aynim bilan Yevropada 1 haftalik sayohat qilamiz, ko'rishib turamiz. Shu shaxsiy xarajatlarimni sayohat davomida yozib borayotganimni ko'rib, og'aynim aytdi, "Nima qilyapsan? Shunaqa yozib ketyapman." O'zingga qilgan sarfingni ham yozasanmi? O'zing uchunmi?" deyapti-da. Ya'ni yangilikda ba'zi insonlar uchun shunaqa qilish kerakmi deyapti. Keyin oradan vaqtlar o'tdi, sinab ko'r dedim. Sinab ko'rdi, zo'r narsa ekan deyapti. Men deyapti, qancha pulim bor, qancha endi o'zimga ep ko'ra olayman, ruschasiga позволять qila olayman deydi-ku. Qancha qayerda turibman hozir, qancha sarf qilib qo'ydim. Ya'ni foydalari juda ham ko'p. Buni faqat deyapti, bitta noqulaylik joyi erinchoqlik bo'lib qolar ekan. Ba'zida mayda-chuda xarajatlar bo'lib qoladi. Endi bu arzimasku, ko'rinmasku deb yozmay qolish holatlari bo'lib qolar ekanda. Demak, shu yerda faqat intizom yordam beradimi buni qilishga yoki bir nimasi bormi? Boshqacha bir yo'li bormi? Bu ham vaqtinchalik bir davr hisoblanadi, xarajatlarni yozib borish. Ma'lum bir vaqt yozib boring. Misol uchun men hozirgi kunda xarajatlarni yozib bormayman. Chunki taxminiy bilaman 1 oyda qancha xarajat qilishimni. Taxminiy bilaman. O'shandan plus minus $500-600 plus minus bo'lishi mumkin. Boshlanishida hech bo'lmasa birinchi 1 yilligida kerak bo'ladi. Ana undan keyin siz bilib qolasiz. Taxminlarga o'zim endi ko'ngil sezib qoladi. Intuitiv holatda bilib qolasizda, bu narsa unaqa emas, chunki 1 yil davomida ancha yo'lga tushib bo'lgansizda, nimadir boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, sezadi odamni o'zi. O'shaning uchun har doim emas. Misol uchun men 1 litr sut qancha turishini bilmayman hozir. Lekin 1 oyda oziq-ovqat uchun qancha pul ketishini taxminiy bilaman. Lekin boshlanishida buni hammasini yozib borganman. Okey, maytda bunaqa ekan, maytda bunaqa ekan. 1 litr sut maytda 25 so'm ekan, maytda 20 so'm ekan. Qanday qilib tejasam bo'ladi degan so'zlar bo'lgan. Boshda. Endi birinchi bu yerda xarajatlarni yozib boryapmiz. Chunki ko'p holatlarda biz o'zimiz o'ylamagan holatda ham xarajatlarga ko'p ketib qoladi va o'zimiz shu narsani bilmay qolamiz. Nima deydi? Latte omili degan kitob tarjima qilishdi, boshqa narsa qildi. Bir kun bittadan kofe oladigan bo'lsang, muncha ketib qoladi degan gaplar bo'ldi. Shunaqangi narsalar bor, lekin bor narsa
hech bo'lmasa boshlanishiga nazorat qilish uchun qilish kerak. Aytaylikki, bir kunda kuniga bitta kofe olasiz, yo'lda ketayotib. Aytaylikki, Toshkent sharoiti 50 ming so'm deydigan bo'lsak, bitta kofeni, to'g'rimi? 30 kun davomida 1,5 million bo'ladi. Qanchalik shu narsa o'zini oqlaydi? Balkim uyda kofeni qilish mumkindir. Bitta kofe mashinani olasiz, balkim 1 million, balkim 2 million, balkim 3 million turadi, lekin bir yil davomida qancha shundan olish mumkin? Balkim undan ko'ra yaxshiroq kofe olarsiz. Bu yerda undan imkoniyatlar borda har doim nimagadir erishishimiz, nimadandir voz kechishimiz kerak, nimadir qurbonlik qilishimiz kerak. Bizda asosiy maqsadimiz vaqtimizni pulga sotish bo'lmayaptimi? O'shandan keyin hisob-kitob qilib ko'rishimiz kerak. Okey, men boshqacha qarashni yo'li. Bu narsani hozir ziqnalik yoki o'taligi tejamkorlik, o'taligi ko'pchilik holatlarda pastkashlik deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Okey, mayli. Agar shunaqa tamg'a bo'ladigan bo'lsa, muammosi yo'q. Lekin odam, shaxsan men boshida o'zimga bergan savolim shunaqa bo'lganki, bitta kofe, aytaylikki, 50 ming so'm deylik, to'g'rimi? Misol uchun. Bir oylik oyligim 5 million so'm deylik. Okey, 5 million so'm oyligim. Bu qancha bo'ladi? 1% bo'ladimi? 50 ming 5 million bo'ladigan bo'lsa, bir oyda aytaylikki, hisob-kitob qiladigan bo'lsak, haftasiga 40 soat ishlasam, 120 soat ishlashim mumkin deylik. Hozir kalkulyator ochayda. Misol uchun 5 million bo'lamiz, haftasiga 40 soatdan 160 soat ishlaydigan bo'lsak, to'g'rimi? Bir soatim 31,250 so'm pul bo'lar ekanda. Bitta kofega bir soat qancha? Bitta kofe 31,250 bo'ladigan bo'lsa, 50 ming kofe bo'ladigan bo'lsa, bilmayman. Shunchaki taxmin aytyapman. Bu narsani odam o'zi bir qilib ko'rsa ham bo'ladi. 1,5 soatlik vaqti bitta kofega ketyapti. Bir soati 1,6 bo'lyapti. Okey, men 1,5 soat vaqtni bitta kofe, 1,5 soat umrimni bitta kofega almashtirishga rozimanmi degan savol berish mumkin. Yoki masalan, shu holatda meni umrim nechta chashka, nechta finjon kofe turadi? Boshqacha qarash mumkin-da. Yoki masalan, kola deb qarash mumkin. Meni umrim, mahsuldor umrim 25 yoki 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 20 yillik umrim nechta baklashkada kofe turadi? Yoki nechta baklashkada kola turadi? Solishtirish nimalari ko'p, mahsulotlar ko'p. O'shada. Ana o'shandan keyin o'ylab ko'rasiz, to'xta. Balki bundan ko'ra boshqacharoq yondashuv mumkindir degan qarash mumkin bo'ladi. Endi ya'ni bu yerda aytib o'tishimiz kerak Beyozit aka, albatta bu yerda urg'u kofe yoki kola ichishdan qochish emas. Shunchaki prioritetlarni to'g'ri tanlab, qilayotgan xarajatni sarflanayotgan umrga, vaqtga solishtirib turib, to'g'ri qaror qabul qilishda, nima deydi, ko'nikma hosil qilishda, masalan. Shunaqa. Mohiyatini tushungan odam farqi o'zi tushunib oladi. Mohiyatini tushungan odam tushunadi. Chunki hozir men aytyapman, kofe, kola deb aytyapman, kimdir chekadi, to'g'rimi? Kimdir shirinlik yeydi, boshqa narsalar o'ylab turib, "Okey, to'xta. Bir pachka meni umrim nech pachka sigaretdan iborat" degan o'ziga savol beradi-da. Hamma o'zini o'sha vaziyatga solib ko'radi. Shunaqa taftish qilish kerak bo'ladi. Boshlanishida. Keyin qancha pul sarflayapman? Endi taftish qilib bo'ldik, yozib bo'ldik. Undan keyin nima qilishimiz kerak? Endi o'sha siz aytgan ehtiyoj va xohishlarga qaytamiz. Inson yashashi uchun asosan 3 ta katta, ya'ni oila sifatida, boshqa ishlayotgan odam sifatida eng katta 3 ta xarajatlar bunaqasi bor, nima deydi? Kategoriyalari bor. Birinchisi uy-joy. Chunki juda ko'pchiligimiz ijarada turamiz yoki uyga ko'p pul sarflaymiz, kimdadir uyda krediti bor, boshqa uni sug'urtasi, uni elektri va hokazo. Ikkinchisi oziq-ovqat, uchinchisi transport. Endi ko'pchilik holatlarda O'zbekiston sharoitida ta'lim ham shunday, bolalar ta'limi ham shuning ichida, chunki ko'pchilik xususiy maktabga beradi bolalarni. Okey, shu kattalarini analiz qilishimiz kerak-da, tahlil qilib turib, qancha pul ketyapti. Okey. Endi haqiqiy ehtiyojlar nimadan iborat degan savol berish kerak bo'ladi. Haqiqiy ehtiyojlar.
Men eslayman, o'sha yozib qo'ygan bloknotlarni boshqalarning ichini ochib ko'radigan bo'lsam, analiz qilganman o'sha paytda. Meni hozirgi kundagi haqiqiy ehtiyojim nimadan iborat? Bu yerda uy, oziq-ovqat, transport, ishga borib kelishga, boshqaga. Chunki bolam farzandim kichkina edi, ayolim uyda edi. Meni vazifam ularni uy bilan, oziq-ovqat bilan issiq holatda ta'minlash va ularni ta'limiga e'tibor berish va shu orqali o'zim pul topishim eng asosiy, shularni eplay olsam, undan qolgan tashqarisi hammasi xohish bo'ladi menga. degan shu darajada radikal holatgacha borganman. Ya'ni qanaqadir yangi telefon, yangi mashina, boshqa narsalar emasda, eng haligi basics deydi-yu, eng fundament darajasiga tushish. Chunki ijarada turardim, uy qimmat bo'lgan. Uyga $2000 atrofidamiki, shunaqa holatda pul to'ladim, 1800-1700 atrofida. Shunaqa. Transport holati, keyin oziq-ovqat holati va hokazo. Okay. Eng minimal holatida yashab qolish uchun qancha ketadi? Shu narsani fundamenti, baseline sifatida olib turib, keyin orada ozgina bufer qo'shib, chunki o'zgarib boradi-ku u narsa. Qaysidir oyda nimadir qo'shimcha ehtiyoj chiqib qolishi mumkin, tishi og'rib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin, shunaqa narsa. Ana endi o'shalarni hisobla, demak, mana bu narsa ehtiyojlar, mana bu narsa xohishlar. Shuni asosiy farqlab olish kerak bo'ladi. Hozirgacha shunaqangi narsa qilamanki, pulim bo'lsa ham, biror narsa olmoqchi bo'lsam, bu ehtiyojmi, xohishmi deyman. Ko'p holatlarda xohish bo'lib chiqadi, chunki ehtiyojim qoplangan hamma tomonlama. Ana undan keyin ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, anaqa xohish bo'ladigan bo'lsa, okey, xohish yomon emas. Hech qanaqasiga, unaqa katta narsa emas. Buni boshqacharoq varianti bormi? Ya'ni nimaga xohish bo'lyapti bu narsa? Signal tashqaridan kelyaptimi? Tashqarida kimdir olgani uchun xohish paydo bo'ldimi menda? Yoki o'zimdan shu narsani xohlayapman, shu narsa meni hayot sifatimni yaxshilaydimi yoki yo'qmi? Ma'nosida. Demak, bu juda ham muhimda, hozir mana shuni yaxshilab tushunib olish juda ham muhim. Ehtiyoj bilan xohishni chegarasi nozikda, menimcha. Masalan, mana siz aytdingiz, bitta signalni farqlab olish uchun olmoqchi bo'lgan o'sha narsa, buyumni haqiqatda menga kerakligi uchun olyapmanmi yoki tashqi signal, kimdadir ko'rdim, og'aynim olibdi, kimdir maslahat berdi, mana qulayliklari bor ekan. Yoki reklamada ko'rdingiz. Yoki reklamada ko'rildi, Demak, shunaqa tashqi signallardan, tashqi ta'sirlar orqali men shu xaridga majburlik yoki ehtiyoj sezayotgan bo'lsam, unda yaxshisi qilmaslik kerak shu ishni, shu xaridni. Qaysi ma'noda qilmaslik kerak? Qilmaslik kerak qat'iy aytish ozgina noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin nimani evaziga? Chunki bizni hayotimiz doimiy ravishda trade off deydi. Trade off o'zbekchasi nima? Qurbonlik deymizmi? Nimagadir erishib, nimadandir voz kechishimiz kerak. Almashishda endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, okey. Shunga arziydimi? Shu qurbonlik degan ma'noda. Aytaylikki, oddiy misol, iPhone deylik. iPhone holatida men orada 3-4 ta avlodlarni tashlab o'tib ketaman. Birinchi olgan iPhone'im iPhone 3 yoki qanaqadir kichkinasi bo'lgan. Undan keyin oradagi 5 atrofidagi qanaqadir nuskani oldim. Keyin yoki 7 yoki 8, hozir 13. Vaholanki 17, o'sha eng 8, oxirgisi 18 necha bo'lsam olish imkoniyatim bor. Lekin savol beraman. Hech qanaqasi muammosi yo'q, borib olishiga pulim bor. Lekin iPhone oxirgisini olish menga ehtiyojmi, xohishmi? Oddiy misolda, ehtiyoj tariqasida nimaga yangi 17 ga yoki 18 ga yoki 19 ga ehtiyoj bor menda? Nega? Savoli. Qandaydir funksiyasi bormi meni hayot tarzimni yaxshilaydigan? Ya'ni qandaydir bir yangilik funksiyasi borki, meni hayot tarzimni yaxshilaydigan, hozirgi telefonim, meni 13 telefonim qila olmaydigan, oddiy 13, to'g'rimi? So'ch qanaqadir aytishingiz mumkin. Farqi nima degan savol bo'ladi shunda. Kamerasi yaxshiroq bo'ldi deyishingiz mumkin. Xo'p, yaxshiroq kameraga men ehtiyojim qanchalik? Hozirgi kamera qanchalik bo'ladi? So'ch hozir men olayotgan kamera shu eng maksimal ishlayotgan kamera funksiyasi shu menda.
Boshqa payt faqatgina velosiped haydagani chiqadi, qo'ylar rasmga olaman xolos. Qizlar tomonda juda qo'ylar ko'p ekan. Endi boshqa qanaqa funksiyasi bor? Kattaroq bo'lishi menga muhimmi? O'z telefonim nega kerak menga? Telefon misol uchun O'zbekistondagilar bilan gaplash uchun kerak. Muloqot vositasi sifatida banklar va hokazo shunaqa narsa. Demak, 13 qila olmayotgan narsa yo'qki, 17 qila oladigan. 17 nimaga kerak menga? Kimdadir ko'rganim uchun. Men agarda boshqalarda ko'rganim uchun qilishni boshlaydigan bo'lsam, buni oxiri qayerda? To'g'rimi? Boshqa qilgani uchun qiladigan bo'lsa, buni oxiri qayerda bo'ladi? Misol uchun meni hozir mashinam eski mashina bo'ladigan bo'lsa, bir hamkasbimda Porsche bor deylik. Porsche olishni xohladim. Ehtiyojimga yo'q edi, olishni xohladim. Xo'p, buni oldim. Undan keyingi hamkasbimda qanaqadir Mustang ko'rdim. Buni ham xohladim. Oxiri yo'q-da bu narsani. Endi, xo'p, olish yomon emas deyishingiz mumkin, muammo yo'q. Lekin Porsche olishim uchun yana qanchadir aytaylikki, Porsche majoziy holatda 100 ming deylik, 100 ming yevro deylik, misol uchun, to'g'rimi? Taxminan million kron atrofida. 100 ming bo'ladigan bo'lsa, okey, men 100 ming topish uchun qancha umrimni sarflayapman? Va qancha umrim qoldi meni? 40 yoshdaman. Statistik jihatdan agar 75 atrofiga boradigan bo'lsam, men xursand bo'lishim kerak. Statistik jihatdan-da. Umr qancha berilganligini bilmaymiz. Balkim 65, balkim 85, lekin o'rtacha oladigan bo'lsa 75 ga boradigan bo'lsa, men xursand bo'lishim kerak. Endi 100 ming topish uchun men qancha vaqtimni shu narsaga sarflashimga roziman. Ma'nosi. Va o'sha umrni boshqa foydaliroq, ya'ni men afsuslanmaydigan narsaga sarflashim yaxshiroq emasmi degan anaqa bor. Ko'proq prioritetni yuqoriroqligi bor. Aytaylik, o'sha 100 ming topish uchun men 6 oy ishladim deylik. 6 oy ishladim, bitta Porsche oldim. Undan ko'ra shu 6 oy davomida boshqa narsa qilishim mumkin edi-yu, foydaliroq. Jamiyatga, o'zimga, kimgadir, oilamga va hokazo, to'g'rimi? Shunaqaligi qurbonlik qayerda ma'nosida. Bezda aka, mana shu mavzuda yana ham biroz kavlayman. Chegarasi, xohish, ehtiyoj chegarasi, lekin vaziyatlar bo'ladi, holatlar bo'ladi. Ba'zi bir kasb egalari bo'ladi. Ular kasbiy kelib chiqishidan qarab, ya'ni inobatga olgan holda o'sha so'nggi rusumdagi telefon ishlatish kerak yoki qimmatroq mashina minish kerak, hamkorlarga signal berish kerak, yoki kimdir sifatni xohlaydi va qimmat kiyim kiyadi. Mana shunaqa holatlar bor-da. Ya'ni bular mana shunaqa holatlarda demak inson baribir o'zi savol berib, qilayotgan xarajati, qilayotgan bu ham investitsiya sifatida ko'riladi endi bu yerda, to'g'rimi? Ya'ni u xohishini qurboniga aylanmayapti, aksincha o'zini ishiga, kasbiga demak investitsiya qilyapti. Ya'ni oddiy misol, O'zbekistonda deylik, premium klassdagi xonadonlarni sotuvchisi. Bitta xonadonni 300 ming, 400 minglik aytaylik xonadonlar sotadigan bo'lsa, u shaharda bo'lsa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u kelib turib, uni mijozlari ham demak o'shanga loyiq mijozlarda Sparkda kelsa, mijozi aytaylik E-klassda kelib turgan bo'lsa, aytmaydi-da. Birinchi signal ketadi, ishonch yo'qoladi. Bu rostdan shu maklermikin, rostdan shu uyni hujjatlari tozamikin, bu kalitni qayerdandir olib turib bizga o'tkazmoqchi emasmi? Shunga o'xshagan boshqa biznesda misollar ko'p. Demak, bunaqa joyda endi xohishni qurbonligi emas, ehtiyoj deb qaraladi-da bu yerda. To'g'ri? Juda ham qiziq narsa, to'g'ri. Investitsiya sifatida qarash mumkin bu narsani. Lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak. Asliyat muhim. Odam aldamasligi kerak. Eng muhim aldamaydigan narsa, aldamasligi kerak bo'lgan narsa o'zini o'zi aldamasligi kerak. Vaholanki eng aldash oson bo'lgan narsa odamni o'zini o'zi aldashi. Undan keyin ingliz tilida motivated reasoning degan narsa bor. Motivated reasoning bu o'zbekcha aytganda bahona topish.
yangi 17 iPhone olish uchun bahona topish. Bu narsa ko'p yoshlar ichida, ayniqsa oxirgi paytlardagi holatda rivojlangan narsa. iPhone 16, iPhone 17 olaman-da, mobilografiya bilan va social media management bilan shug'ullanaman va shu orqali pul topib boyib ketaman degan narsa orqali narsada. Endi biznes sohasi kattaroq holatlarda shunaqa deb aytish mumkin, lekin asl holat, men bilganim holatim, haqiqiy puldor odamlar o'ta kamtarona, haqiqiy boy odamlar, endi haqiqiy boy odam o'ta kamtarona, mashinasini 6, 7, 8 yillab almashtirmaydigan odamlar. Kiyinishi ham o'ta oddiy, telefoni ham shu oddiy holatda yuradi. To'g'ri, tashqi ko'rinishga, tashqi holatga, statusga, boshqasiga e'tibor beradiganlar ham yo'q emas. Lekin menimcha bu yerdagi holat uchun biznesni samaraliroq, yana ham yaxshiroq yurishi uchun asliyat tashqi ko'rinishdan ko'ra muhimroq. Nimaga unaqa deyapman? Bir odam Spark'da kelgan odam bo'lishi mumkin. Boshlanishiga boshqa bo'lishi mumkin-da. Ozgina uni boshlash nuqtasi qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki u statusga berilmadi. Lekin asliyatini ushlab qolgan holatda, rostgo'yligini ushlab qolgan holatda yaxshi savdo qildi va mijozlari puldor odamlarni topdi. Endi bizda tashqi ko'rinishiga qarab turib ko'proq ishonamizmi yoki kimdir biz ishongan odam ishongani uchun ko'proq ishonamizmi? To'g'rimi? Endi jamiyat qanchalik katta, keng bo'lmasin, puldor odamlar jamiyatda juda boy odamlar deylik, anaqa endi tadbirkor odamlar, boy odamlar jamiyatda kichkina qism bo'ladi xolos. Va juda ko'p odam bir-birini taniydi va bir-biridan maslahat oladi, bir-biridan o'rganadi. Kimdir, misol uchun men Toshkentdan bir joydan uy oldim deylik. O'sha premium klassda, to'g'rimi? Ertaga kelib siz olmoqchisiz aka, siz uy oldingiz. Shunga maslahat bering, men O'zbekistonda sharoitini bilmayman, boshqasini bilmayman. Nima qildingiz, qanaqa yo'l tutdingiz deysiz. Bu yerda men sizga ikkita uy olgan bo'lsam, birinchisida statusga berilgan shunaqangi yaxshi, boy, meni ko'nglimga qaragan, yaxshi bunaqa qilgan, haligi nima deydi, yuqori klassda ko'rsatgan makler bor bittasi, ikkinchisi oddiy, chapani halol, hech hamma narsa ochiq, dangal qilgan, hech qanaqa narsa yashirmasdan asliyatni ushlab turgan odam bo'lsa, qaysi birini ko'proq tavsiya qilaman sizga? Shaxsan men ikkinchisini tavsiya qilaman, chunki men o'zim ikkinchisidan foydani ko'proq oldim-da. Xuddi shunaqa. Endi men tavsiya qilgandan siz kimga tavsiya qilasiz? To'g'ri, u statusga berilmagan bir odamni holati, ya'ni biznesi boshqasi sekinroq rivojlanishi mumkin, lekin uzoqroqqa boradi. Yana boshqa bunaqadagi yuqori klassdagi narsalarni, premium klassdagi narsalarni gapirishimiz mumkin. Oddiy, ko'pchilikka tanish bo'lgan narsa YouTube kanallar deylik. YouTube kanallarni umri jihatidan ko'radigan bo'lsak, asliyatini ushlab qolgan odamlar, mualliflar uzoqroq yashaydi. Shunga yaxshi izoh berib yuboring yana. Ya'ni boshlanishida tashqi signalga, tashqi statusga, boshqasiga e'tibor berib, shunaqangi qilib boshda katta fokus qilingan kanallar borgan sari birdaniga 1,5 yildan keyin o'lib ketadi. Shovqin talab qilgan kanallarni umri qisqa, intizom, asli mohiyatni targ'ib qilgan kanallar uzoq muddat yashaydi demoqchisiz. Endi bu yerda YouTube kanallar deganimki, xuddi shu narsani siz tadbirkorlar deb tushunishingiz ham mumkin. Yoki tadbirkorlikni o'rgatadigan odamlar deb tushunishingiz ham mumkin. Misol uchun-da, e'tibor beradigan bo'lsak, 4-5 yil oldin hayya qilib turib, biz sizga ko'p pul topishni o'rgatamiz degan $1000 boshqa narsaga sotayotgan kurslarni mualliflari qani? Natijalari qani ularda? Misol uchun 3-4 yil oldin ham hech qanaqa ko'p katta narsani va'da qilmagan, o'zi bilganini bo'lishgan odamlarni umrini yashovchanligi oshib boryapti va uzoq muddatli foydalari birinchidan o'ziga ham va jamiyatga ham ko'proq foydasi tegyapti. Shuning uchun bu yerda statusdan ko'ra asliyat muhimroq.
Gapingizga Misol uchun men endi Germaniyada unaqa emas. Germaniya yoki Yevropada unaqa emas. Yevropada $1,000,000 $2,000,000 o'sha mayda muzokaralar stoliga o'tirish uchun kelayotgan odam velosipedda keladi, muammosi yo'q. Chunki tashqi ko'rinishiga qarab uni qanchalik boyligini bildira olmaysiz. To'g'rimi? Misol meni o'zimni o'sha professorim, ilmiy rahbarim multimillioner odam. G'ijim bo'lib ketgan, yirtilib ketgan, yomg'ir boshlaydi ketdi, velosipedda yuradi qishni yozda. Shu yeriga bitta shaxsiy tajribamdan. Yakshanba kuni o'sha men yashayotgan shaharchani talabalik paytimda yakshanba kunlari haftalik gazetasi tarqatilardi. Odatda buni maktab bolalari qiladi, o'rta sinfdagilar, qo'shimcha cho'ntak puli yoki pul topish uchun. Bir kuni o'sha oynam ochiq, birinchi etajda edim, men birinchi qavatda darsimni qilib o'tirsam, siyosatshunoslik fanidan professorimiz oyog'iga rolik bor-ku, inliner rolik taqib olgan holatda katta ryukzak, ichida to'la gazetalar ketyapti, bittadan solib ketyapti pochta qutiga. Ismi esimdan chiqib qoldi endi hozir 10 yil avvalgi. Janob, nima bo'ldi? deb nima qildimda, nima gazeta tarqatib yuribsiz deb hayron bo'lib so'rasam, ko'rmaysanmi, o'g'lim shu ishni qilar edi, hozir kasal bo'lib qoldi, bugun chiqa olmaydi, lekin buni qilish kerak deyapti-da, ketdi. Qutilarga haligi uyatish, men professorman, men siyosatshunoslikdan dars o'taman va hokazo va hokazo. Kamtarlikni juda oliy darajasi, yuqori darajasi. Xuddi shunaqa yana bitta misol menga o'tgan hafta bir bemor keldi. Bemor familiyasi tanish menga. Chunki men ijaraga olgan, ya'ni klinikam uchun ijaraga olgan binoni boshqaradigan holding kompaniya o'sha odam familiyasi bilan bir xil. To'g'rimi? Tushunyapsizmi? U kim u deydigan bo'lsangiz, binoni egasi u. Okay. Kelib, navbatga turib, qizlar bilan gaplashib, yordamchilar bilan gaplashib, shunaqa o'zi bemor bo'lib kelganda, ayolimni ko'zini ko'rsatishim kerak edi bekka. Shunga nima qilsak bo'ladi, iloji bormi deb aytyapti. Endi meni yordamchim, o'sha assistentim odam tanimaydi, ko'rmagan, boshqa narsa qilmaganda, bo'ladi, faqatgina yo'llanma bilan kelishingiz kerak. Deyapti. Misol uchun house artimizki, o'sha umumiy amaliyot vrachiga, poliklinikaga borasiz, haqiqatan ham ko'zida muammosi borligini aniqlaydi. Undan keyin yo'llanma beradi, keyin uni bekka olib kelasiz, bek keyin ko'radi, boshqa deyapti. Hammaga aytilayotgan standart narsa. Keldi, boshqa narsa. Vaholanki u odam Norvegiyadagi ancha top 100 talik deymiz, milliarder, multimilliarder odam. Yarim yilini Floridada yashaydi, yarim yili Norvegiyada yashaydi. Hozir nima qilyapsan desam, biznes bo'yicha boshqa gaplashib turamiz, maslahat olib turaman desam, katta yer maydoni olganmiz deydi Norvegiyadan. Xitoydagi batareya ishlab chiqaradigan katta kompaniya uchun ijaraga berish shartnomasini qilyapmiz. Deyapti, ijara $100 million. O'shaning uchun deydi, men keldim, ertaga deydi, Syurixga uchib ketaman. Syurixdagi katta kompaniya, Shveysariya kompaniyasi menga kafolat berish kerak. Xitoyliklar otib ketib qolmasligi uchun, aldab ketib qolsa, menga o'sha kafolatni berish kerak. O'sha narsa bo'yicha yuribman, deyapti. Bermas. Lekin haligi odam bilan gaplashadigan bo'lsangiz, tashqariga qarab turib unaqa demaysiz. Umuman real holatda ayta olmaysiz. Muomalasi butunlay bunaqa haligi kibr, boshqa maqtanish, shunaqa narsa yo'q. Aytib qizlarga, shunaqa qizlar agarda kamchilik desa, albatta aytinglar, to'g'rilaymiz, meni aybim bu, unaqa, bunaqa deb bunaqa qilyapti. Aybim bu degani, hozir sal tashqari sovuq tushgani uchun ichkari issiqroq, binoni ichi. O'rgimchak, katta o'rgimchak derazadan kirgan ekan. Bu yaxshi emas, bu meni aybim bu, bunaqa qilishim kerak bu deb turib, haligini olib, uzr so'rab, bemorlardan, qizlardan uzr so'rab turib, chiqib ketyapti. Multimilliarder odam. Shunaqa. Endi o'shaning uchun bu yoqdagi bizneslarni yurish uchun, boshqa qilish uchun statusga berilish ehtiyoji yo'q.
O'zbekiston holatida balkim shu narsa kerakdir. Bu narsa 100% noto'g'ri deyish noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin meni fikrim, o'sha fikrga ishonaman. Ishonchim shuki, asliyat muhimroq statusga nisbatan. Agar shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa ham, baribir bu narsani yaxshi o'sha reprezentativ bo'lish uchun, o'sha vakillik bo'lish uchun, biznes vakili sifatida bo'lish uchun balkim chegarasi bordir. Misol bitta yaxshi kostyum misol uchun 10 ta bo'lish kerak emas u. Shunaqa ma'noda. Bunga ham Bu narsa sekin-sekin kirib borish kerak, kirib boradi bu narsa baribir. Chunki hozirgi holatda asliyatini, qadriyatini ushlab qolgan tadbirkor do'stlarimiz bor, yaxshi anaqada statusga berilmagan. Uzoq muddatdagi o'yinlarda baribir yutib chiqishyapti. O'sha telefonni ham almashtirmaydi, soatini ham, boshqasini tashqi e'tibor bermaydi tashqari anaqasiga. Bu mavzuda ham qisqagina shaxsiy tajribamni bersa aka, bilasiz, kasbiy faoliyatim tufayli avval O'zbekiston bilan ko'p proyekt loyihalarda ishlaganmiz. Shunda katta mulkdor investorlarga parrandachilik yo'nalishi bo'yicha loyihalar taqdim qilgani ko'p marta borganman. Haftalab kerak bo'lsa O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga qatnagan paytim bo'lgan. Xuddi siz aytayotganingizdek, ular endi yuqori top bir haqida gaplashyapmizda, Samarqanddan, Toshkentdan va viloyatlardan, Farg'ona vodiysidan. Ya'ni shu darajaga, yuqori darajaga erishganki, u qanaqa kiyimda kelding, qanaqa mashinada kelding, uni qiziqtirmaydi. Aksincha, aeroportdan kerak bo'lsa o'zi kutib olib, haydovchisi bilan olib borib, ularni raqamlar, qancha investitsiya qilaman, qanchada amortizatsiya bo'ladi, qanchada o'zini oqlaydi va hokazo. Real aniq raqamlar tars gaplashiladi. Yoshingiz nechida, kimsiz, qayerliksiz, nima umuman qiziqtirmaydi-da. Demak, o'sha siz aytayotgan gap muhim, asliyat muhim. Qiziq joyi shuki, endi bu yerda yana tushunchalardan bittasi signal va shovqin orasidagi nisbat borda. Bunaqangi yuqori darajadagi chiqqan odamlar signalni qadrlaydi va shovqinga e'tibor bermaydi. Shovqin ko'paysa, shunday qochadi. Status narsalar boshlar shovqin sifatida qabul qilinadi. O'shaning uchun e'tibor bergisi kelmaydi. Kimdir statusga berilyaptimi, bu shovqin, bu unaqa emas deb turib unga e'tibor berishmaydi. Yana bitta qiziq holat, isbotlangan narsa, ingliz tilida six figures degan narsa bor, to'g'rimi? Misol uchun 6 raqamli oylik olish. 6 raqamli oylik olish $100,000 yiliga hisoblaydigan bo'lsak, to'g'rimi? 6 raqamli oylik topyapman. Shunaqa. My income is six figures deb aytadi-yu. Aynan shunaqa six figures haqida 6 raqamli pul olishi haqida maqtanadiganlar aksar qismi $100,000 ga yaqinroq ekan, $900,000 ga yaqinroqdan ko'ra. Chunki $999,000 ham 6 ta raqam, $100,000 ham 6 ta raqam. Vaholanki orasidagi farq ozgina bo'lsa ham bor. Ya'ni qancha oylik kam, shovqin shuncha ko'p. Qancha oylik baland, kirim baland, shovqin borgan sari kamayib boraveradi. Demak, biz maqsadimiz ham shu bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p pul topib, maqtanib, buyumlarimizni ko'paytirib, aytaylik, o'sha sichqonni karuselida aylanib, oylikdan oylikgacha kimlar uchundir yashash emas, ko'z uchun emas, aksincha ehtiyojlar qoplash uchun va hokazo. Endi bu yerda nima deydi? Qisqagina yana recap, ya'ni takrorlab aytsakda, ehtiyoj bilan xohishni ajratib olish va shaxsiy holatini tahlil qilish va oxirida, demak, kategoriyalarga bo'lib chiqish. 3 ta katta kategoriya dedik. Yashash xarajatlari, uning ichiga kommunal to'lovlar va hokazo kiradi. Yemoq-ichmoq xarajatlari va transport xarajatlari. Mana shularni, demak, avvalambor bir oy, demak, yozib chiqish kerak. App orqali, bank o'tkazmalar orqali. Ham O'zbekistonda naqd pul aylanmasi baribir ham sezilarli darajada yuqori Yevropaga nisbatan. Sizlarda umuman Norvegiyada naqd pul yo'q ekan. Hamma yo'q karta.
Shunday hammasini hisoblab turib, demak, o'ziga o'zi odam baho berish kerak. Xo'p, xarajatlarim shuncha ekan, qaysilari demak oxirida buni hisoblab bo'lgandan keyin, bir oydan keyin qaysilari kerakli, qaysilari kerak emas, qayerda tejasam bo'lar edi degan savolga javob berish kerak ekan. Tabiiy holatda xuddi shunaqa. Endi bu yerda xarajatlarni nimaga tahlil qilishimiz kerak deydigan bo'lsa, bu xarajatlar men o'zim xohlayotgan hayot tarzini qurishga qanchalik xizmat qilyapti degan savolda keyingisi. Yoki bu narsa meni ko'proq stressga solyaptimi deb o'ylashimiz mumkin bo'ladi. Ko'proq stress solayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan xarajatlarimiz ham anchagina bor. Bu narsa o'sha ijtimoiy bosim deymizmi, atrofimizdagilar bosimi hisobiga, boshqasi hisobiga ko'proq, xullas bu yerda hamma narsa borib shaxsiy mas'uliyatni oshishiga va odam o'zini anglab yetishiga yordam qiladi. Ana undan keyin bu yerda maqsadimizni aytib o'tdik va ehtiyojlarimizni aniqlab oladigan bo'lsak, ta'lim dedik, yashash dedik, oziq-ovqat va hokazo. Va rivojlanishga bo'lgan investitsiyalar ham o'sha narsani ehtiyoj sifatida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Balkim shunaqangi holat bordirki, bolani yoki ayolimizni yoki kimnidir muhim biror narsani o'rganishni xohlaydi, aytaylik ingliz tili yoki qanaqadir matematika yoki qanaqadir fizika to'garagi nimadir o'rganishni xohlaydi. Xususiy maktabga borishni xohlashi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin. Shu narsani muhim deb bilamiz. Lekin bunga pulimiz yo'q deb aytishimiz mumkindir. Mana shunaqangi taftish qilganimizda bilishimiz mumkinki, to'xta, mana bu narsalarni keraksiz xohishlarim tufayli bo'lgan sarflar keraksiz deb hisoblaydigan bo'lsam, mana shuni olib turib, bir qismini sarflaydigan bo'lsam, haqiqiy investitsiya sifatida ko'rish mumkin. Ya'ni ketayotgan pul chiqimni oqimini shunchaki o'zgarish hisobiga kelajakka bo'lgan investitsiyani oshirish mumkin bo'ladi. Shunaqa holatda. Endi yaxshi suhbat bo'ldi, 1 soat suhbat. U yoqdan bu yoqdan gaplashdik, lekin foydali bo'ladi degan umidamiz. Keyingi mavzuni siz tanlaysiz. Muammosi yo'q. Yana davom ettiramiz. Agar savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa bemalol. Endi oxiridagi bergan misolingiz zo'r bo'ldi. Ya'ni xarajatlarimizni taftish qilib, baholab, kategoriyalarga joylab chiqqandan keyin optimizatsiya qilish, yo'naltirish, ya'ni yo'naltirish degan qismi ayniqsa muhim. O'shanda biz yo'naltirayotganda qayoqqa yo'naltiramiz? Qaysiki biz o'zimiz xohlagan hayot tarziga yo'naltiramiz. O'qish bo'lsin, kurslar bo'lsin, shaxsiy rivojlanish va hokazo va hokazo. Kimdir har 2 haftada bir marta choyxonaga borishdan tiyilib, oyiga 1 marta yoki 6 haftaga 1 martaga tushirib turib, undan ekonom qilgan pulini, tejab qolgan pulini aytaylik 5 yoshli farzandini suzish kursiga berishi mumkin. Va hokazo. Ya'ni o'sha keyingi mavzuda xohlagan hayot tarzi dizaynni yaratish bo'yicha. Hayot tarzi dizayni haqida gaplashadigan bo'lsak bo'ladi. Kecha bir ukamiz bilan gaplashdik, ya'ni tugatish hisobiga. Aka, shunaqa ma'lumot olgandan keyin oilamga ancha baraka kirib qoldi, debdi. Maqsadimiz ham shu, ozgina bo'lsa ham yordam ma'nosida. Hozir rahmat. Aytishim kerak, haligi og'aynim xarajatini yozib yurgan og'aynim bordi-ku, aytdim-ku, bildida transportga, ya'ni benzin, gaz mashinasiga juda ko'p xarajat ketayotganini bilganda keyin ishxonasi bilan gaplashib turib, oylik oshirish mavzusida gaplashgandan keyin, xo'p, oylik oshmasa, kelishish olmaganda, okey, unda menga ishxonadan O'zbekistondagi holat mashina berasan. Elektromobil ishxonaniki. Labo sifat mashina, lekin olyapti-da, ishxonanikidan foydalanyapti. Ya'ni foydalari ko'p. Ko'rib, nima qilsa, qo'llasa bo'ladigan. Oddiy taftish qilish orqali qayerda ekanligini bilyapti-da. Ungacha bilmagan edi. Kerak emas, pul topyapman, ketyapti shunaqa holatda. Vaholanki pul topadigan umr o'ta tez tugab qoladi-da. Shunisi bor. Biz o'ylaymizki, hozir 30 yoshmiz, 35 yoshmiz, sog'lommiz, kasal bo'lib ko'rganimiz yo'q. Hayot doim shunaqangi davom etadi degan noto'g'ri fikrda yuramiz. Vaholanki 50 yoshdagi jismoniy holat 35 yoshdagi jismoniy holatdan juda katta farq qiladi.
Uning o'sha uchun holatga sportga tayyorlanishgan. alohida e'tibor berish kerak. Keyin bu haqida yana gaplashamiz. Best aka, sizni Bo'ldi, tajribalaringizdan, bo'ldi, uzoq bo'ldi, o'yin loyihangizdan aytib berasiz. bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Davom etamiz. Aloqadamiz, gaplashamiz. Katta Tinch rahmat. bo'ling. Sog' salomat bo'ling.